İch qotishini davolashda asosan 3 ta etapga e'tibor beriladi. Birinchisi, sabablarida bu ichak devorlarini peristaltikasini kamayishi natijasida axlatni yurmasligidan ich kelmasligi, ya'ni qotishi. Ikkinchisi, ichaklardagi parazitlar, mikrofloralarni buzilib ketishi natijasida har xil gijalar deydi, parazitlar deydi, ichaklardagi axlatni qotib kalorik kamindagi ajralib qolishi. Uchinchisi bu ichaklarni devorlarini yallig'lanishi, kolit yoki enterokalitlar sababi natijasida axlatni yaxshi yurmasligi. Endi universal bitta yechim nima hisoblanadi bunaqa holat? Juda ham bitta zo'r mana bunaqa mahsulot bor. Bu kurkumin deyiladi. Tarkibida zanjabil bilan zarchava bu yallig'lanishga qarshi kolit va enterokalitlarni davolaydi. Qalampir munchoq bilan chorniy timent, qora sedana bu har xil turdagi gijja deydi, balo deydi, har xil parazitlarni chiqaradi va tarkibidagi o'zidagi yetarli miqdordagi samo barglari bo'lgani uchun bu ichaklarni peristaltikasini yaxshilab beradi. Ichilish tartibi qanaqa bo'ladi? Bor yo'g'i bu yarim choy qoshiqni olasiz-da, bitta stakan biokefirga, ya'ni mikroflorani tiklash uchun biokefirga aralashtirib, kechqurun 1 oy iching, mana shu ichagingiz qotishi ketmasa, keyin menga aloqaga chiqasiz. Like bosasiz, tarqatasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.